Shaytonga o'xshagan insonlar bor-a? O'zimiz doim o'qiganmiz. Qul a'udhu bi robbin nas. Panoh so'rayman degan ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Aslida bu butun musulmonga aytilayotgan gap. Insonni qalbini vasvasaga soladi. Gunohga, ma'siyatga, shirkka, haromga targ'ib qiladi. Ular kimlar? Jinlar va insonlar. Jinlar ko'zimizga ko'rinmaydi, shayton ko'zimizga ko'rinmaydi, lekin qalbimizga joylashib olib, bizni nafsimizni u xohlagan ish qildirishlikka harakat qiladi. Lekin bundan-da qattiqroq inson uchun dushman bor. Ko'rinib turib siz bizni yomonlikka targ'ib qilaydi. Kim u inson? Inson suratida turadi. Yur endi bir ichib kelaylik. Yur endi bir rohat qilib kelaylik. Alloh asrasin, zinoga targ'ib qiladi, haromga targ'ib qiladi. Ol endi deydi. Erkakmisan ol. Bu kim bu? Inson. Qanaqa inson? Jinga o'xshash, shaytonga o'xshash inson bu. Kimdagina hasadxo'y bo'lsa bilsinki, u iblisdagi sifat unda bor. Insonga hasad qilib sajda qilmagani kabi qaysi bir inson hasad qilaydigan bo'lsa, qiyomatda iblisning do'stidir.